Assalomu alaykum azizlar. Aziz opa singillar, mana bugun biz sut 1,5 litr sut o'sha yaxshi pishirib olish kerak. Bu sutdan biz kasha tayyorlaymiz hozir bolajonlarga. Oyijonim ham kashani yaxshi ko'radilar. O'shaning uchun suyuqroq kasha qiling dedilar. Bu kashani tayyorlaymiz. Undan oldin bu nimaga kompot tayyorlab qo'yganman mana. Kompotga kerakli masalliqlar mana. Ko'ryaptimi? Olma qoqi. Mana bu o'rik. Namatakimiz ko'ryaptimi yo'qmi? Mana o'rik, namatak. Mana azizlar, sutimizni ham pishirib oldik. Mana bu kashani shu idishga saqlayman. Mana bu idishga. Mana shu kashadan bir piyola olsak yetadi. Chunki oyijon suyuqroq qiling deganlar. O'shanga suyuqroq qilib mana bunday seplar. Hamma ayollar kashani bilsa kerak deb o'ylayman. O'rgatishga hojat ham yo'q, lekin endi rohat tayyorlaysiz. Mana kashamiz. Sepib qilsangiz juda ham yaxshi. Qizlarjonlar, mana bu 1,5 litr sutimizga e'tibor berasizlar, yarim piyola kasha soldim. Oyijon suyuq kashani yoqtiradilar. O'shaning uchun endi buni aniq aralashtirib turish kerak. Akinab ketmasligi uchun. Mana shu kashamiz. Hozir buni yaxshilab aralashtirib tursak, sal quyuq holatga keladi. Bu mana. Bu suyuq kashada hozir yana quyuq holatga keladi. Chunki bu oyijonni yoqtiradilar suyuq kashani, o'shaning uchun yosh katta insonlar. Mana kashalar issiqligiga suzdik. Mana ko'rinish. Mana suyuqqina, me'daga urmaydi. Ajoyib ta'mli kasha. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar.